tekinga mana shu mashinani berib yuboraman deyishyapti. Aka, bunga qancha umr, qancha pul ketdi? 3 oycha vaqt ketdi. Undan tashqari $10,000 dan ziyod pul sarflab qo'ydik. Xudo xohlasa mana shu mashinani obunachilarimizga tekinga berib yubormoqchimiz. Hech qanaqa homiyla yo'q. Avto premium bilan eng arzoni qarshi mana shuni o'zi shu holatga keltirdik. Xudo xohlasa detalli kamchiliklar bor. Kamchiliklar hammasini tugatib tekinga berib yuboramiz. Gap yo'q. Mashina Nexia'ga shunchaki maza qildim. Mana qarang, diskalar. Mana diska. Bu mashinaning rangi hozir endi bilmayman, quyosh tushmayotgan ko'rinmayapti. Hamilyon. O'zbekistondagi bir dona rang. Nima deb yozilgan texpasport? Texpasportda Chorniy Raduga o'rdirdik. Bu ancha qiyin bo'ldi, lekin maslahatlashib shunaqa qarorga keldik. Texpasportlari ham Chorniy Raduga. Chorniy Raduga. Srochni aktiv bo'lasizlar. Rostagasin berib yuborishadi. Men sifatlarni oldim. Men aniq aytaman, mana shu hech qanaqa soxtagarchilik bo'lmaydi. Realni obunachilik berib yuboriladi. Orqa rakurs bilan nomerni ham ko'rsatib olsangiz aka. Voydod, nomeri qarang. 70A007 James Bond. Gap yo'q shunchaki. Obuna bo'lishga arziydi deb o'ylayman. Haqiqiy aktivni ko'rsatib berishsa, mana shu mashina obunachilarimizga tekinga berib yuboramiz. Bitta like bosib, maksimum hamma yaqinlaringizga tarqatib tashlang. Kommentda belgilab tashlang, mo'ng'illatib. Mana shu mashinani bitta vaqtli odam yutib oladi.